Yevropada bir oilaga homilador ayollarga kerakli reklamalar kelishni boshladi. Pochta orqali, telefon, SMSlar orqali boshqa. Keyin hayron bo'lishdi, bu uyda homilador yo'q-ki. Nega bunaqa narsa tez kelishni boshladi? Keyin bilishsa, qizlari homilador ekan. Hatto qizining o'zini ham xabari yo'q homiladorligidan. Ammo bu reklama kompaniyalarining undan xabari bor. Qanday xabari bor? Uni qanday o'zini tutishi, bir homilador ayol o'zini qanday tutishini o'rganib chiqqan ular. Ya'ni do'konga kirsa, nimalarga oldiga boradi, nimalarga qiziqadi, nimalarni iste'mol qiladi, xarakterida, kayfiyatida nimalar o'zgaradi. Undan kelib chiqib, u hali o'zini ham homiladorligidan xabari yo'q qizni homiladorligini aniqlashgan va unga reklama yuborishni boshlashgan. Va ishonavering, bugun hammamiz o'sha ahvoldamiz. Bizni o'zimizni hayotimizdan xabarimiz yo'q, ko'p narsalardan bu ijtimoiy media orqali bizni boshqarishni istayotganlarni hammasini xabari bor.